Excel shunchaki jadval emas, u ulkan kalkulyatordir. Excelda standart matematik belgilar ishlatiladi. Yunus, unus, unut, uli va olaygor. Esda tuting, har doim xiz belgisi bilan boshlaymiz. Endi 108-mavzuga o'tamiz. Matematik funksiyalar murakkab hisoblarni osonlashtiradi. Masalan, sonning muhandislar uchun trigonometriya muhim. Excelda sin, cos, tan kabi funksiyalar mavjud. Masalan, if cos deb yozish orqali burchak kosinusini topamiz. Bir nechta sonni ko'paytirish uchun produkt funksiyasi ishlatiladi. Bu uzun A1 arz A2 A3 deb yozishdan ko'ra ancha qulay va ixchamkala. Katta jadvallar bilan ishlaganda eng katta yoki eng kichik qiymatni topish kerak bo'ladi. Buning uchun max va min funksiyalari yordamga keladi. O'quvchilarning o'rtacha bahosini yoki oylik savdoni hisoblash uchun average funksiyasi ishlatiladi. U barcha sonlarni qo'shib, ularning soniga bo'ladi. Excelning miyasi oyoq bu mantiqiy funksiyalar. If funksiyasi shart tekshiradi. Masalan, agar baho 2 dan katta bo'lsa-mu o'tdi, aks holda mu yiqildi. Bir nechta shartni tekshirish uchun AND va OR funksiyalarini if ichida ishlatamiz. Excel matnlar bilan ham ajoyib ishlaydi. Masalan, ism va familiyani birlashtirish uchun concatenate funksiyasi yoki shunchaki belgisidan foydalanamiz. Agar matn ichidan faqat kerakli qismini, masalan, telefon kodini ajratib olish kerak bo'lsa, left yoki right funksiyalari qo'l keladi. Matn uzunligini bilish uchun len, matn ichidan biror belgini qidirish uchun search funksiyalari mavjud. Bu ma'lumotlarni tozalashda juda muhim ban. Matematikadan tortib matngacha iliq Excelda yechim bor. Formulalar satridan foydalaning va ishingizni avtomatlashtiring. Excelni o'rganishda davom eting. Keyingi darsda ma'lumotlar tahlilini ko'rib chiqamiz.